Jannatiylar navbatma-navbat yo'lga tushadilar. Avval ilohiy kitob nozil qilingan payg'ambarlar, rasullar, keyin kitob nozil bo'lmagan nabiylar, siddiqlar, shahidlar, komil iymon egalari va oriflar o'tadilar. Ortda gunohi af etilmagan musulmonlar qoladilar. Ularning sirot ko'prigidan o'tishlari g'oyat mushkul va qiyin kechadi. Ba'zilar sirot ko'prigidan yuzlari bilan o'tadilar. Ba'zilar A'rof degan joyda mahbus bo'lib qoladilar. Ba'zilar bu masofani bir asrcha muddat ichida, ba'zilar 1000 yilda bosib o'tadilar. Ular bu sinovdan qiynalib o'tsalar-da, jahannamga tushib ketmaydilar. Ba'zi mo'minlar sirot ko'prigidan o'tayotganlarida ochlikdan, suvsizlikdan, kasalliklardan, o'pkalari shishib ketganidan qiynaladilar. Nafaslari siqib holsizlik tufayli charchab ketadilar va nihoyat yo'llaridan bir hovuz chiqadi. Suvi jannat irmog'idan keladigan bu hovuzning chetlariga yulduzlarning adadicha billur qadahlar terib qo'yilgan. Uzunligi Quddusdan Sanogacha, kengligi Adandan Madinagacha bo'lgan masofa kabidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadis sharifda marhamat qiladilarki, mening minbarim hovuzimning ustida bo'ladi. Buxoriy Muslim rivoyati. Ba'zilarning gunohlari ko'pligi bois yo'lda ushlanib qoladilar. Ular tahoratni mukammal qilmaydiganlar va namozni xushu va huzusiz ado qiladiganlardir. Shunday mashhur kimsalar o'tdilarki, namozni xushuga berilganlaridan, o'zlarini Alloh taboraka va taologa topshirganlaridan hatto oyoq qo'llari kesilganda ham miq etmadilar. Robbilarining haybati va azamati qarshisida tik turadilar. Shunday insonlar borki, ular podshohning majlisida turganlarida, hatto chayon chaqqanda ham podshohning hurmati bois qimirlamaydilar. Og'riqqa sabr qilib miq etmaydilar. Bir bandaning hurmati tufayli holat shunday bo'lsa, Janobi Haqning huzurida u zotning haybati, saltanati va buyukligi yonida insonning holi qanday bo'lishi kerak? Xatosini bilib tavba qilgan zolim banda Janobi Haq taoloning huzuriga keltiriladi. Qilgan zulmi va mazlum o'rtasida hukm chiqariladi. Unga bir nido keladi. Ey zulmga uchragan kimsa, boshingni ko'tar va yuqoriga qara. Mazlum kimsa yuqoriga boqib, ne ko'z bilan ko'rsinki, boshi uzra hashamatli saroy turibdi. Hamma unga hayrat bilan tikilib turadi. Ey Robbim, bu ne hol? deb so'raydi. Bu sotiladigan saroy, uni mendan sotib ol. Uni sotib oladigan miqdorda pulim yo'q-ku. Buning qiymati senga zulm qilgan kishini kechirmog'ing bahosiga tengdir. Agar senga zulm qilgan odamni kechirsang, men uni senga beraman. Men uni kechirdim, ey Robbim. Zolim qul qilgan ishidan pushaymon bo'lgani uchun Alloh taolo unga ana shunday marhamat ko'rsatadi. Qur'oni Karimda bu haqida shunday marhamat qilinadi. Ey insonlar, Robbingiz dillaringizdagi narsa, sirlaringizni yaxshi biluvchidir. Agar sizlar solih bo'lsangizlar, albatta u tavba qiluvchilarni mag'firat etuvchidir. Isro surasi 25-oyat. Bir gunoh ish qilib so'ngra tavba qilgan kishini Avvob deyiladi. Shuning uchun Hazrati Davud alayhissalom va ba'zi payg'ambarlarga Avvob deb sifatlangan. Sahih Buxoriyda keltirilishicha, Alloh taolo mahshar maydonida birinchi hisob qiladigan mavzu qon davosidir. Ya'ni qotillar. Eng birinchi mukofotlanadigan kimsalar esa bu ko'zi ojiz va ko'r kimsalardir. Ularga qiyomat kuni shunday xitob qilinadi: sizlar bugun Alloh taoloning tajallisidan bahra olishda boshqalardan ko'ra ko'proq haqdorsizlar. Qani endi zotul yaminga, ya'ni o'ng tarafga o'tinglar. Keyin ular uchun bir bayroq tayyorlanadi va uni Shuayb alayhissalom qo'liga tutqaziladi. Shuayb alayhissalom ularning sardori qilib tayinlanadi. Uning ortida nurdan yaratilgan farishtalar shu qadar ko'p bo'ladiki, ularning sonini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular xuddi bir kelinchakni otasinikidan tushirib ketayotgan kimsalarga o'xshaydilar. Yashin tezligida sirot ko'prigidan o'tkazilib yuboriladi. Ularning yumshoq tabiatli va sabrli ekanliklari Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuga o'xshab ketadi. Ularga musulmon ummatining sabrli va yumshoq tabiatli kishilari ham qo'shilib oladilar. So'ngra bir farishta nido qiladi. Balo va musibatlarga uchrab sabr qilganlar qayerda? Ular o'sha zahoti keltiriladilar va Haq taolo tomonidan chiroyli qarshi olinadilar. Yashil bayroq ostida to'planganlarga Ayyub alayhissalom sardorlik qiladilar. Bu guruhdagilarning sabr va yumshoq tabiatliligi Uqayl ibn Abu Tolib roziyallohu anhuga o'xshab ketadi. Keyin boshqa bir farishta nido qiladi. Iffat va nomusini saqlagan yoshlar qayerda? Alloh taolo ularni ham chiroyli kutib oladi va ularga Yusuf alayhissalomni sardor qilib tayinlaydi. Ularning sabri Rashid ibn Sulaymonnikiga o'xshashdir. Ularning sifati haromlardan, nomahram ayol va qizlardan saqlanishdir.
Keyin yana bir boshqa farishta nido qiladi: Alloh uchun bir-birini sevganlar qayerda? Alloh uchun bir-birini sevgan kimsalar eng sabrli va yumshoq tabiatli bo'lishda. Bu dunyodagi aslo o'xshamaydilar. Ular jamiki yomonliklardan uzoq bo'lib, Hazrati Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu ga o'xshaydilar. Bu ummatdan ularga o'xshaganlar ular bilan birga bo'ladilar. Yana nido qilinadi: Alloh taolodan qo'rqib xilvatda yig'laganlar qayerda? Shahidlarning qoni xilvatda to'kilgan ko'z yoshlar va olimlarning siyohlari tortiladi. Tarozida xilvatda Alloh qahri g'azabidan qo'rqib najot tilab yig'laganlarning ko'z yoshlari og'irroq keladi. Ularning yig'lash sabablari turlichadir. Kimdir jahannam azobidan qo'rqib yig'lasa, kimdir jannat umidida yig'laydi. Yana kimdir gunohlardan tavba qilib, kimdir esa qilgan ishlaridan pushaymon bo'lib yig'lagan. Ularga rangdor bayroq beriladi va Nuh alayhissalom sardor qilib tayinlanadi. O'sha vaqt olimlar odamlarga ko'z yosh to'kib yig'lashni biz o'rgatdik deya da'vo qiladilar. Nuh alayhissalomga jamoani to'xtatish buyuriladi. Keyin olimlarning sa'y harakatlari bilan shahidlarning qoni tortiladi. Shahidlarning qoni og'ir keladi. Ularga safron rangidagi bayroq beriladi va Yahyo alayhissalomni ularga boshliq va yo'l ko'rsatuvchi qilib tayinlanadi. Olimlar yana e'tiroz qiladilar: axir shahidlik martabasining fazilati haqida ularga biz o'rgatmaganmidik deyishadi. Ularning bu so'zlari Haq taologa xush keladi va ularga nido qiladi: olimlarning darajalari payg'ambarlarim martabalari kabidir. Kim uchun shafoat tilasangiz, men ularga sizlarni shafoat qilib tayinladim. Shunda olimlar oila a'zolarini, qo'ni-qo'shnilari va qarindoshlarini shafoat qiladilar. Har bir olim uchun bir farishta muvakkil qilib tayinlanadi va shunday nido qilinadi: diqqat, diqqat! Orangizdan kim olimlarga non yoki suv bergan yoki kitobini yoygan bo'lsa, o'sha odam uning shafoatiga erishadi. Olim ularni shafoat qiladi. Shu payt olimlarga xizmat qilganlar ularning shafootlariga noil bo'ladilar. Buxoriyning sahihida yozilishicha, eng avval shafoat qiluvchilar quyidagilardir: ilohiy kitob nozil qilingan rasullar, kitob nozil qilinmagan nabiylar, olimlar. Olimlarga Ibrohim Halilulloh bayroqdor etib tayinlanadi. Keyin faqirlar va yo'qsillar chaqiriladi. Dunyo ularga go'yo hibsxona yoki qamoqxonadek bo'lgan beva bechoralarga Iso alayhissalom bayroqdor bo'ladi. Keyin boylar chaqiriladi. Ular shunchalik ko'pchilikni tashkil qiladilarki, atroflarini o'rab turgan chambaraklarning orasida 500 yillik masofa bo'ladi. Bularga Sulaymon alayhissalom bosh bo'ladilar. Ularga 4 guruh insonga guvoh qilib ko'rsatilinadi. Mol dunyoga hirs qo'yganlarga qiyomat shunday deyiladi: sizni u dunyoda ibodatdan va Allohning zikridan to'sgan narsa nima edi? Ular aytadilar: bizga Alloh taolo ko'pgina mol dunyo va mansab berdi. Ular bizni ibodatdan to'xtatdi. Sizlar boymidingiz yoki Sulaymon alayhissalom sizlardan boyroqmidi? Hazrati Sulaymon alayhissalomning mol dunyosi biznikidan ancha ko'p edi. Rost aytdingiz. Sulaymon alayhissalomning moli ko'p bo'lishiga qaramay, uni Alloh taoloni zikr qilishdan to'smadi. Balo va musibatlarga uchragan kimsalarga aytiladi: sizlarni ibodatdan to'sgan narsa musibatmidi? Biz dunyoda juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldik. Sinovlar bizni ibodatdan to'sdi. Siz uchragan musibat shiddatliroqmi yoki Ayyub alayhissalom uchragan musibatmi? Albatta, Ayyub alayhissalom uchragan musibat biznikidan og'irroq edi. To'g'ri aytdingiz. Ayyub alayhissalom musibatlar qarshisida bir zum bo'lsin Alloh zikridan, dinni insonlarga yoyishdan va ibodat qilishdan to'xtamadi. Yoshlar, xizmatkor va qullar chaqiriladi. Sizlarni Janobi Haq taolo zikri va ibodatidan chalg'itgan narsa nima edi? Alloh bizga yoshlik va go'zallik berdi. Fitnalarga aldandik, yoshlik zavqiga berildik. Yoshlik abadiy qoladi deb o'yladik. Bu tuyg'ular bizni ibodatdan to'sib ko'zlarimizni ko'r qildi. Qullar va xizmatkorlar ham o'z bahonalarini ko'rsatadilar. Bizlar birovlarning xizmatkori edik. Ularga xizmat qilib ibodatga vaqt topa olmadik. Bu dunyoda sizlar go'zal va navqironmisizlar yoki Yusuf alayhissalom go'zalroqmidi? Yusuf alayhissalom go'zal va xizmatkor edi. Rost aytdingiz. Yusuf alayhissalom go'zallikdan tengi yo'q bo'lgani holda saroy xizmatkori edi. Ammo uni bir zum ham Haq taologa qullik qilishdan bu narsalar chalg'ita olmadi. Faqirlar, kambag'al kimsalar chaqiriladi. Sizlarni ibodatdan to'sgan narsa nima edi? Alloh taolo bizni bu dunyoda kambag'al qilib yaratdi. Asosiy umrimizni tirikchilik qilish uchun sarfladik. Ibodat qilgani vaqt topa olmadik. Sizlar kambag'almidingiz yoki Iso alayhissalommidi?
Albatta Iso alayhissalom bizdan kambag'alroq bo'lgan, ammo uning kambag'alligi toat ibodatni, bandalik vazifasini ado etishini, dinni yoyishni tark qilishiga sabab bo'la olmabdi. Sizni man etdimi? Shu yo'sinda kimki ibodatdan chalg'itadigan narsani vaj bahona qilib ko'rsatsa, barchasiga payg'ambarlar misol qilib keltiriladi. Eng shiddatli musibat bilan imtihon qilingan payg'ambarlar bizlarga qarshi guvohlik beradilar. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday duo qilgan edilar: ey Robbim, boylik va kambag'allik fitnasidan senga sig'inaman. Buxoriy, Muslim, Termiziy rivoyati. Rivoyat qilishlaricha Hazrati Iso alayhissalomning hech narsasi bo'lmagan, bitta jun choponini 20 yil kiygan ekan. Sayohatga chiqqanida yonida bir idish, tasbeh va tarog'i bo'lgan. Yo'lda bir odamning kaftida suv ichayotganini ko'rib qolib, tahorat qiladigan idishini ihson qilib berib yuboradi. Iso alayhissalom hamisha shunday derdi: mening ulovim oyoqlarimdir, mening go'sham g'orlarimdir, taomim yer yuzidagi o't-o'lan, suvim irmoqlardir. Alloh taolo nozil qilgan sahifalarda jumladan shunday deyiladi: ey odam farzandi, sen bu dunyoda nimaiki qilsang javobini olasan. Bilib turib odam o'ldirmoq yoki bilib turib xato ish qilmoq gunohdir. Kafforati to'lansa qasos olinmas. Sen qasos olishdan hamda kafforatini to'latishdan ham o'zingni tiy, chunki har ikkalasi jinoyatdir. Agar inson katta bir xato ish qilib qo'ysa, astoydil tavba qilsa, Alloh taolo uni kechiradi va jahannamda 1000 yil qolib ketib bo'lsa ham tavbasi unga shafoatchi bo'lishiga umid qilinadi. Qiyomat kuni bir toifa odamlar keltiriladi. Ilohiy adolat tarozisi uning savobi gunohlarini teppa-teng ekanini ko'rsatadi. Alloh taolo unday kimsalarga aytadi: bor, odamlar orasiga kir, ulardan yordam so'ra. Agar biror kishi senga savobidan bersa, uning ikromi tufayli jannatga kirasan. Shunda odam hammadan savob so'rab chiqadi, ammo hech kim savobidan bermaydi. Kimdan so'rasa, agar senga savobimdan bersam, o'zimga tarozida kerak bo'lib qolsa-chi, o'zim ham bugun savob ishga sendan ko'ra muhtojman. Umidi so'ngan odamning yoniga bir kishi kelib, nima xohlaysan deydi. Odamlar minglab savoblari turib, menga savoblardan bermayaptilar. Sendan avval men o'zimning nomai amolimni ko'rib chiqdim. Menda bittagina savob bor ekan xolos. Jannatga kirishim uchun bu kamlik qiladi. Men uni senga hadya qilaman. Hech bo'lmasa sen jannatga kir. Odam sevna savobni olib Robbisi tomon yo'l oladi. Alloh taolo farishtalarga savobidan bergan do'stni ham olib kelishni amr qiladi. Farishtalar darhol uni olib keltiradilar. Alloh taolo unga nido qiladi: ey karami keng inson, sen katta jo'mardlik qilding, lekin men sendan ham oliy janob va jo'martroqman. Mening karamim sening himmatingdan 1000 chandon balandroqdir. Bor, birodaring qo'lidan tut, ikkovlashib jannatimga kiringlar. Yana bir toifa kimsalar tarozi yoniga keltiriladilar. Ularning ham savobi gunohlari teng miqdorda bo'ladi. Uni na jannat ahlidan, na jahannam ahlidan deb bo'ladi. Farishta bir qog'oz keltirib tarozining gunoh tarafiga qo'yadi. Odam ota-onasiga qarshi hamisha uf degan kimsalardan edi. Odamning birgina shu so'zi tarozining gunoh pallasini og'ir tortib ketadi va jahannamga ravona bo'ladi. Farishtalar uni endi olovga otmoqchi bo'lib turganlarida, u odam ikki tarafga mo'ltirab qaraydi. Alloh taolo uni chaqiradi va ey osiy banda, nega mo'ltirab har tarafga qarading deb so'raydi. Ey Robbim, mening otam ham sening jahannamga otilibdilar. Otamning menda haqqi ko'p. Men otamni juda ko'p xafa qilganman, diliga ozor yetkazganman. Endi uning gunohlarini mening yelkamga otib, otamni azoblardan qutqar. Otamni ko'p og'rintirganim uchun men har qancha jazo bo'lsa ko'rishga roziman. Iltimos otam gunohini kechir. Alloh taolo bu osiy bandasining o'z otasiga qilgan iltifotidan xursand bo'lib ketadi va shunday amr qiladi: sen haqiqatdan otangni ko'p xafa qilgansan, mana oxiratda esa uni qutqarding. Otangni qo'lidan yetakla, birgalikda jannatga kiringlar. Bu ma'lumotlarning barchasi Imom G'azzoliyning Oxirat olamining sirlari kitobidan o'qib berildi. Keyingi qismlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.